Men o'sha videoni unga ko'rsatganimda g'alaba qildim deb o'ylagandim. Nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Endi u meni himoya qiladi, otasini uydan haydaydi deb o'ylagandim. Lekin u monitorga tikilib turdi-da, sekin menga o'girildi. Uning ko'zlarida g'azab bor edi, ammo otasiga emas, menga nisbatan. "O'zing xohladingmi?" dedi u sovuqqonlik bilan. "Otamni o'zing yo'ldan urdingmi? Iflos." O'sha lahzada men nafaqat erimni, balki butun dunyoga bo'lgan ishonchimni yo'qotdim. Men fosh qilgan sir mening hukmimga aylandi. Hayot bu yozilmagan kitob. Har bir sahifasi kutilmagan burilishlarga to'la. Ba'zan biz panoh deb bilgan qo'rg'onimiz aslida eng xavfli qafas bo'lib chiqadi. Bugungi hikoyamiz qahramoni 27 yoshli taqdirning ochiq sinovlariga uchragan singlimiz. Uning iltimosiga ko'ra ismlar sir tutildi, ammo voqealar, og'riqlar va ko'z yoshlar barchasi haqiqiy. Agar siz ham adolat va haqiqat tarafida bo'lsangiz, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqing. Zora bu hikoya kimningdir ko'zini ochsa. Boshladik. Men 20 yoshda edim. Bahor kunlaridek ochilib turgan, hayotdan faqat yaxshilik kutadigan sodda qiz edim. Ota-onamning xohishi men uchun qonun edi. Ular "Baxtli bo'lasan, qizim, yaxshi joydan sovchi chiqdi" deyishganda, yuragimda na quvonch, na qo'rquv bor edi. Faqat itoat bor edi. Bo'lajak turmush o'rtog'im bilan to'ydan oldin bor yo'g'i 5 marta uchrashdik. U ko'rkam, jiddiy, kamgap yigit edi. Biz parkda yurar ekanmiz, o'rtamizda g'alati sukunat hukm surardi. Men kutardim. Kino va kitoblardagi kabi yuragimni mujid etishini, ko'zlarimiz to'qnashganda chaqmoq chaqishini kutardim. Lekin bunday bo'lmadi. Qarindoshlarim esa "Muhabbat to'ydan keyin keladi, qizim. Erkak kishini yashab bilasan. Tanigan bilan yashash zerikarli, siri bo'lmaydi" deb o'qtirishardi. Men ularga ishondim. To'y kuni oppoq libosda ko'zguga qarab, o'zimga o'zim va'da berdim. Men dunyodagi eng yaxshi kelin bo'laman. Men bu insonni sevib qolaman. Albatta sevaman. Nikoh kechasi u menga yaqinlashganda men titrab ketdim. Uning qo'llari muloyim, ammo biroz sovuq edi. O'rtamizda yonib turgan ehtiros yo'q edi, lekin hurmat bor edi. U menga ozor bermadi. "O'rganib ketamiz", dedi u sekin pichirlab. Shu bir og'iz so'z menga umid berdi. Ha, bizda olovli sevgi yo'q edi, lekin biz bir-birimizga suyanishimiz mumkin edi. Men shunday deb o'ylardim. Erimning oilasi katta va serasham edi. Qaynota, qaynonam, erimning akasi, uning xotini, ovsinim va ularning 2 bolasi. O'zbekchilik, hammamiz bir hovlida, bir qozondan ovqat yeb yashardik. Dastlabki 3 oy xuddi tushdek o'tdi. Kelinlik vazifalari, sahardan turib hovli supurish, nonushta tayyorlash. Men charchasam ham yuzimdan tabassum arimasdi. Qaynonam qo'l, lekin adolatli ayoldek tuyulardi. Lekin bu uyda g'alati bir atmosfera bor edi. Devorlarning ham qulog'i bordek, har bir burchakda qandaydir sir yashiradigandek tuyulardi. Ovsinim, u o'ziga xos, sho'x, chiroyli ayol edi. Lekin uning ko'zlarida men tushunmagan bir o't yonardi. U ko'pincha erimning akasi, o'z eri yo'g'ida o'ziga ko'proq oro berar, ochiqroq kiyinar edi. Dahshatli voqealar sekin-asta boshlandi. Kunduzlari uyda kim qolardi? Eri va qaynim ishda, bolalar maktabda, qaynonam ko'pincha qo'shnilarnikida yoki bozorda bo'lardi. Uyda men, ovsinim va qaynotam qolardik. Uy katta, ish ko'p. Men ko'pincha oshxona yoki hovli ishlari bilan band bo'lardim. Ovsinim esa u ko'pincha uy ichida qaynotamning xonasi atrofida g'imirladi. Avvaliga e'tibor bermadim. Kelinlik xizmatida deb o'yladim. Ovsinim qaynotamning xonasini o'zi yig'ishtirishni talab qilardi. Meni u yerga yaqinlashtirmasdi. Bir kuni, o'sha mash'um kun, men dahlizdan o'tayotgandim. Qaynotamning xonasi eshigi qiya ochiq edi. Ichkaridan g'alati, bo'g'iq ovozlar, shivirlaslar va kiyim shitirlashi eshitildi. Yuragim duk etib to'xtadi.
Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay eshik tirkishiga yaqinlashdim va men ko'rgan manzara mening butun dunyo qarashimni ostin-ustin qilib yubordi. Qaynotam va ovsinim, ular shunchaki gaplashib o'tirishmagan edi. Ular juda yaqin, haddan tashqari yaqin edilar. Ovsinimning kulgusi, qaynotamning uning belidan ushlab turishi, bu shunchaki qaynota kelin munosabati emasdi. Bu harom edi. Bu xiyonat edi. Men og'zimni qo'llarim bilan yopib, orqaga tisardim. Shokka tushib qoldim. Xudoyim, men qayerga tushib qoldim? Bu qanday oila? Bu qanday ifloslik? 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonamdan chiqmadim. Ularning ko'ziga qarashga botin olmasdim. Ovsinim hech narsa bo'lmagandek yurardi. Qaynotam esa viqor bilan choy ichdi. Men bu sirning og'irligi ostida ezilib borardim. Lekin eng yomoni hali oldinda ekan. Ovsinim bilan bo'lgan voqea bu shunchaki boshlanishi edi. Qaynotam bu o'yinda men ham ishtirok etishimni xohladi shekilli. Uning nigohlari o'zgara boshladi. Avvaliga men buni shunchaki qarilik, otalarcha e'tibor deb o'yladim. Lekin bu nigohlarda ota mehri emas, erkak shahvati bor edi. 1 oy o'tdi. Bir kuni men vannaxonani tozalayotgandim. Yengimni shimarib, egilib polni ardim. Birdan eshik ochildi. Qaynotam, yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Odada, men tozalayapman, hozir chiqaman dedim shosha. U esa chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan yopdi. U, kelin juda pazandsan, ozodasan dedi u menga yaqinlashib. Uning ovozi xirillab chiqdi. O'g'lim adashmabdi. Seni tanlab xato qilmabdi. Men burchakka tiqilib qoldim. Qo'limdagi latta polga tushdi. U menga juda yaqin keldi. Uning hidi tamaki va qandaydir yoqimsiz hid mog'imga urildi. U qo'lini ko'tarib sochimni siladi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim, dedi u iflos jilmayish bilan. Bu gap mening qulog'imga qaynagan qo'rg'oshindek tuyuldi. Men bor kuchimni yig'ib, uni itarib yuborib, vannadan otilib chiqdim. To'g'ri qo'shnimiznikiga yugurdim. Nafasim bo'g'zimga tiqilib, qaltirardim. Qo'shni ayol holimni ko'rib qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi qizim? Men hovlida ilon ko'rdim deb yolg'on gapirdim. Tilim aylanmasdi haqiqatni aytishga. Kimga aytaman? Kim ishonadi? Qaynotan senga ko'z olayapti desam, hamma meni u buzuq tuhmatchi demaydimi? O'sha kundan boshlab hayotim do'zaxga aylandi. Men o'z uyimda, o'z xonamda qamalib o'tiradigan bo'ldim. Dasturxonda birinchi bo'lib turib ketardim. Qaynotam qayerda bo'lsa, men o'sha yerdan qochardim. Lekin u to'xtamadi. U meni yo'laklarda ushlab olardi. Burchakka qisardi. "Qochma, kelin, mendan qo'rqma", deb qo'llarini uzatardi. Uning qo'llari badanimga tekkanda, men o'zimni ifloslangandek his qilardim. Vannaga kirib, soatlab yuvinardim. Terimni shilib tashlagandek ish qilardim, lekin o'sha jirkanch his ketmasdi. Men chiday olmadim. Bu yukni yolg'iz ko'tarish mumkin emas edi. Erimga aytishim kerak. U mening suyanchig'im-ku. U meni himoya qiladi-ku. Kechqurun yotoqda yotganimizda jur'atimni yig'dim. "Azizim, men sizga bir gap aytishim kerak", dedim titrab va hammasini aytdim. Qaynotamning qiliqlarini, menga tegoqlik qilganini, gaplarini. Men kutgandimki, u g'azablanadi, otasining oldiga borib janjal qiladi. Lekin u kuldi. "Sen aqldan ozdingmi?" dedi u menga tikilib. Meni otama, 5 mahal namoz o'qiydigan, mahallada obro'li odama. Sen meni ota-onam bilan urushtirmoqchimisan? Maqsading nima o'zi? Men yig'lab qasam ichdim, lekin u ishonmadi. "Aqling bormi?" "Yo'q. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yana bir marta shunaqa desang, tilingni sug'urib olaman", dedi. Adolatsizlik meni yondirib yuborayozdi. Men haq edim, men qurbon edim, lekin meni aybdor qilishdi. Shunda men qaror qildim. Dalil kerakmi? Bo'ladi. Men erimga xonaga kuzatuv kamerasi o'rnataylik, go'yoki narsalar yo'qolabdi deb aytamiz dedim. U rozi bo'ldi, faqat meni tinchlantirish uchun. Kamera o'rnatildi. Men ovga aylangan ovchi kabi kutdim va o'sha kun keldi. Men vannaga kirdim, eshikni ataylab ochib qoldirdim. Tozalashni boshladim. Qaynotam kirdi. Xuddi kutilganidek, u yana menga yopisha boshladi. Quchoqlashga urindi.
uyatsiz gaplar gapirdi. Men chidadim. Kamera hammasini yozayotganini bilib, tishimni tishimga bosib chidadim. Keyin uni itarib yugurib chiqdim. Kechqurun erim keldi. "Mana" dedim men, telefonimni unga uzatib. "Mana dalil. Endi ko'ring otangiz kimligini." Erim videoni ko'rdi. Uning yuzi avval oqardi, keyin qizardi, keyin ko'karib ketdi. Uning ko'zlarida men dahshatni ko'rdim. Men yengil tortdim. U bo'ldi, endi u tushundi deb o'yladim. U xonadan chiqib ketdi. 2 soat yo'q bo'lib ketdi. Men xonada o'tirib, jamadonimni yig'ishtirish haqida o'ylardim. Biz bu uydan ketamiz, alohida yashaymiz deb o'yladim. Eshik ochildi. Erim kirdi. Lekin u meni quchoqlamadi, uzr so'ramadi. U menga nafrat bilan qaradi. U "Sen" dedi, u tishlari orasidan. "Sen otamni yo'ldan urding. Sen ataylab qilding."